Assalomu alaykum, Qo'ychichiq tumani dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan jamoa. Mana bugun Ulug'bek hududida dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan GTJ Agrocluster ga tegishli Ulug'bek hududidamiz. Bu dalamiz 24 gektarlik maydon. Paxtaning navi Ravnoq. Hozirgi kungacha paxtaga berilgan barcha agrotexnik usullardan foydalanib, azotli, boshqa nimalarning hammasini berib bo'lganmiz. Biomahsulotlardan foydalandik, sajandan foydalandik. Hamma bu yilgi yangi bor kislota bilan ishlov berishdi. Mana bu yil tajriba qildik, ancha effekti juda ham yaxshi. Dro'ja achitqi bilan foydalanishdik, ancha yo'lga qo'ydik. Uni ham natijasi yomon emas. Buni maqsad gulini to'kmaslik, hamma o'zida saqlab qolish maqsadida shu narsadan foydalanyapmiz. Hozirgi kunda suvdan chiqqan dalalarni yengil kultivatsiya ishlari olib borganmiz. Bu namni qochirmaslik maqsadida. Hozirgi kunda paxtamizni o'rtacha balandligi 95-110 sm chixanka holatiga kelib qoldi. Chixankalarimizni xudo xolasa qo'lda ham, mexanizatsiyaga ham tayyorlab ko'rib qo'yganmiz. O'sha ma'lum bir darajaga nuqtasiga kelgandan keyin texnika yordamida chixanka qilish yoki bo'lmasa qo'lda qilish rejalashtirib qo'yilgan. Biomahsulotlarimiz 100% tarqatilgan. Hozirgi kunda paxtamizni bo'yi ham, shonadan ko'rakka aylanish jihati ham yomon emas. Ko'raklar nechta? Ko'raklar bitta nimada 5 tadan 7 tagacha, 10 tagacha nimada turibdi. Mana ko'rishimiz mumkin bu narsalarni. To'liq ko'raklar soni 7 ta 10 tagacha mavjud. Bundan keyin paxta ishlayapti. Hali bu avgust oyigacha ancha ko'rsatgan natijalarimiz yana qo'shiladi bunga. Ishlov berishdan to'xtamaymiz. Har xil kerak bo'lsa gumi, yana o'ziga kerak vitaminlarni yana berib boramiz. Hali ungacha yana agrotexnika usuli, kultivatsiya chiqqandan keyin yana beradigan ishlovlarimizga hamma narsamiz yetarli shay holatda turibmiz. Xamirturush bo'r berdingizmi? Xamirturush bo'r berildi. Buni mana o'zi ko'rinib turibdi. Sanalgan gullarga juda ham yaxshi bir natijasini beryapti. Suvdan chanqab qoladigan holatda u masalan to'kilmaydi. O'zida o'sha holatni ushlab qolar ekan. Buning natijasi yomon bo'lmadi. Bundan yana boshqa nima hududlarimizda ham foydalanamiz. Dalalarimizga hammasiga bu ishlarni tushuntirishlarni olib boryapmiz. Natijasi yomon emas.